kuzatuvchilari, xudo xolasa navbatdagi obyektimizga mana trendi bo'lib turgan mana O'zbekistonda hozir yagona hammaga yoqib turgan darvozamiz taraf fasonda Namangan viloyati Toshbuloq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Buni qisqacha obzorini sizlarga tanishtirib o'taman, xudo xolasa. Razmerlari 3.46 ga 3.35 bo'lgan. Hop, yondorlari shivillar 10 lik, taglari shivillar alohida eshikka 10 ga 5 1.7 senkada qilingan. Listlari 1.8 plyusovoy list, har doimgidek rossiyskiy qora list, uzoq yil xizmat qilib beradigan, xudo xolasa. Kimga shunaqangi variantda darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib turasizlar. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1.250 ming so'mdan chiqadi. Xuddi shu mashinaqa razmerda bo'ladigan bo'lsa, shu darvoza 14 million 400 ming so'mga chiqadi, 1.250 ming so'mdan. Xo'p, buni ichiga olib borib o'lchov olish, olib borib o'rnatib berish hamma xizmatlari besplatni hisoblanadi. Siz chiqqan joyingizga chiqqan kvadratga pul to'laysiz xolos. Darvozamizni ikkinchi qavatiga 1.8 lik gibka qilib holatda bukilgan holatda bosilgan listlar, 45 graduslik karniz, albatta yomg'ir, pomur, suv quyilganda pramo yerga tushib ketadigan holatda qilingan. Xo'p, ikkilardan taraf qilib alohida ko'zlariga qo'yib berganmiz. Kimga shunaqangi variant darvozalar qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, darvozamiz yana tashqariga alohida eshik qilib berganmiz. 3.46 ga alohida eshik qilsa bo'ladi. Kimgadir kichik yengil mashina kiradi dedilar, yengil mashina xotirjam kirib chiqadi. Xudo xolasa ishlarni tez va sifatli qilib bitirib berganmiz. Kimga shunaqangi variantdagi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, taraf fason, xudo xolasa kraskalari ham как положено muammosi bo'lgan, polmatli holatda qilib bitirib berganmiz. Xudo xolasa pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar, chiroyli qilib bitirib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video davomini ko'ringlar. To'liq obzorini yaqindan videolarni ko'rsatib, videoda oxirida qo'yib yuboraman. Rahmat hammaga.